O'zbek xalq ertagi oltin baliq. Qadim zamonlarda dengiz bo'yida baliqchi chol o'zining yolg'iz o'g'li bilan yashar ekan. Ularning bor budi eski qayg'u va baliq ovlaydigan to'rdan iborat ekan. Yosh baliqchi otasiga yordam berar ekan. Kunlarning birida chol to'rini dengizga tashlabdi. To'rni suvdan ko'tarib qarasa, unda bir oltin baliq tushganmish. Chol hayratlanib o'g'liga debdi: "O'g'lim, sen bu baliqqa qarab tur, men esa borib bu haqda xonga aytib beray. Zora xon bu baliq evaziga bizga birorta qimmatbaho hadya bersa", debdi-da, shaharga ketibdi. Yosh baliqchi baliqchaning to'rda qiynalib yotganini ko'rib rahmi kelibdi. Otasining qaytishini ham kutmay, baliqni dengizga qo'yib yuboribdi. Oltin baliqcha dengizga sho'ng'ibdi-yu, suzib ketibdi. Xon o'z vazirlari, mulozimlari va soqchilari bilan yetib kelibdi-da, yigitga buyuribdi: "Qani, ajoyib baliqchani ko'rsatchi". Yosh baliqchi boshini eggancha xonga debdi: Bu chiroyli baliqchaga mening rahmim keldi va uni dengizga qo'yib yubordim. Bunday javobni eshitgan xonning g'azabi kelibdi va cholga baqiribdi: "Hoy, yaramas chol, arzimagan narsa uchun mening halovatimni buzishga qanday hadding sig'di? Hech zamonda dengizda oltin baliq bo'lar ekanmi?" Shunda keksa vazirlardan biri shunday debdi: "Ey buyuk hazrat oliylari, men bu olamda 70 yildan ortiq yashadim, lekin biror marta bunday mo'jiza haqida eshitmaganman." Baliqchi chol oltin baliq tutganini rost ekanligiga xonni ishontirishga qanchalik urinmasin, xon unga aslo ishonmabdi. Aksincha, yanada ko'proq g'azablanibdi. Xon yosh baliqchining qo'l-oyog'ini bog'lab, eski qayiqqa dengizga oqizib yuborishni buyuribdi. O'zining hukmidan qoniqqan xon saroyga qaytib ketibdi. Chol esa dengiz qirg'og'ida turib, o'g'lini to'lqinlar olib ketayotganiga qaragancha, uni qanday qilib qutqarishni bilmay nochor qolibdi. Qayiq ko'zdan g'oyib bo'libdi. Chol esa yerga qulabdi va "Bechora o'g'ilginam" deya yig'lab, zolim xonni la'natlagancha qolaveribdi. Yosh baliqchi qayiqda qo'llari bog'langan holda yotib, o'z ajalini kutardi. Shamol esa uni yanada olislarga oqizib ketaveribdi. Nihoyat uzoqda qirg'oq ko'rinibdi. Qattiq shamol qayiqni qirg'oq tomonga surib, sohildagi qumlarga chiqarib yuboribdi. Shu payt daraxtlar orasidan bir yigitcha chiqib kelibdi. U xuddi bir olmaning ikki pallasidek baliqchi yigitga o'xshardi. Yigitcha baliqchining yoniga kelibdi-da, oyoq-qo'llarini yechibdi. Yigitcha yonidan bir kulcha nonni chiqaribdi va yarmini baliqchiga uzatibdi. Shu tariqa ular do'stlashib olishibdi. Yigitlar o'zlarini orolda yolg'iz deb o'ylashgandi, ammo kunlarning birida ular qo'y boqib yurgan qariyani uchratib qolishibdi. Qariya ularga kimligini surishtirgach, shunday debdi: "Bu yerdan 3 kunlik yo'l narida bir o'lka bor. Bu yurt xonning katta tashvishi bor. Go'zallikda tengi yo'q yolg'izgina qizi gapira olmaydi. Tug'ilganidan buyon biror so'z aytmagan. Xon barcha xalqqa shunday e'lon qilibdi: kim qizimni davolab gapirtira olsa, unga eng qimmatbaho hadyalar inom qilaman. Ammo xon qizi avvalgidek go'ngligicha qolsa, uning boshi tanasidan judo qilinadi", debdi. Ko'plab yosh yigitlar halok bo'ldi. Do'stlar o'ylanib qolishibdi va o'z omadlarini sinab ko'rish uchun saroyga otlanishibdi. Ular xon saroyiga yaqinlashganda, yigit yosh baliqchiga shunday debdi: "Kel, men birinchi bo'lib o'z baxtimni sinab ko'raman. Men xon qizini davolay olsam, sovg'alarni bo'lishib olamiz." Yosh baliqchi rozi bo'pti. Yigit xon saroyiga kirib ketibdi. Saroy darvozasida uni ikkita soqchi kutib olibdi va debdi: "Sen qatori ko'plab pahlavon yigitlar xon qizini davolashga urindilar, lekin aksincha har gal odam boshlaridan qurilgan minoraning yanada balandlashgani qoldi. Seni ham shunday kulfat kutyapti." Jasur va mard yigit parvo qilmasdan, dadillik bilan xon qizi haramiga
kirib boribdi. Uni ko'rib ol, ta'zim qilib so'z boshlabdi. Ey go'zal malika, biz otadan 3 o'g'ilmiz. Bir kuni biz o'rmonda o'tin yorgani bordik. Katta akamiz bir daraxtni kesib, yog'ochidan chiroyli qush yasabdi. U buni shunday mahorat bilan bajardiki, qush xuddi tirikka o'xshardi. O'rtanchamiz noyob qushlarning patidan terib keldi va yog'och qushni bezatdi. Qush yanada go'zallashdi. Men esa ajoyib sehrli buloq topdim va qushni musaffo suvda cho'miltirdim. Qushchamizga jon kirdi va u sayrab yubordi. Har birimiz qushcha meniki deya da'vo qilardik. Ey go'zal qiz, aytingchi, qush kimniki bo'lishi kerak? Muammomizni hal qiling. Qiz qaddini rostladi, uning qop-qora kipriklari titrab ketdi. Chehrasida tabassum jilvalandi. Lekin malika biror so'z aytmadi. Faqat og'ziga ishora qilib boshini chayqadi. Yigit azoblanib hayqirdi. Sen uchun o'lish taqdirimda bor ekan, unda sening boshing ham menikidek xarob bo'lsin. Yigit qilichini yalang'ochlab qizning boshi uzra ko'taribdi. Qiz qo'rqqanda yerga qilib baqirib yuboribdi. Shu zahoti uning og'zidan oq ilon o'rmalab chiqibdi. Ilon talvasada vishillab yigitning oyog'iga tashlanibdi. Lekin yigit oyog'idagi qalin charm etigining poshnasi bilan ilonning boshini ezib, majaqlab tashlabdi. Malika yigitga yosh to'la ko'zlar bilan boqib, barmog'idagi uzukni yechibdi-da, debdi. Bu uzukni olib saroyga otam huzuriga bor. U seni taqdirlaydi. Yigit uzukni olgan zahoti do'sti yoniga yuguribdi. Uning sog'-omon ko'rgan baliqchi yigit shodlanib bag'riga bosibdi. Yigit baliqchiga xon saroyida bo'lgan voqealarni aytib beribdi va unga uzukni uzatib shunday debdi. Endi senga o'z sirimni ochaman. Men sen rahm qilib, ozodlikka qo'yib yuborgan baliqman. Xon soqchilari sening qo'l-oyog'ingni bog'lab qayiqqa tashlaganida men sodiq baliq do'stlarimni yordamga chaqirdim. Ular sen tushgan qayiqning cho'kishiga yo'l qo'ymasliklarini iltimos qildim. Men sening qiyofangga kirdim. Biz birga bo'lgan qisqa vaqtda men sening qalbing qanchalik pok ekanligiga yanada bir bor ishonch hosil qildim va o'z akamdek yaxshi ko'rib qoldim. Lekin endi mening suvosti podsholigiga qaytish fursatim keldi. Mendan uzukni olgin-da, xondan mukofotni ol. Mabodo qachondir senga kerak bo'lib qolsam, dengiz qirg'og'iga kelib, meni 3 marta chaqir. Men doim senga yordamga kelaman. Shu so'zlarni aytib, yigit dengizga sho'ng'ibdi. Yosh baliqchi do'stining izidan to'lqinlarga qarab qolibdi. So'ngra xon saroyiga yo'l olibdi. Yigit xon saroyiga kelibdi, lekin xon qizini baliqchiga berishni xohlamabdi. Bundan baliqchining ko'ziga yorug' dunyo qorong'i ko'rinib ketibdi. So'ng u shaharning narigi chetidagi bir temirchiga shogird tushibdi. Bir hafta o'tib bu voqeadan xonning qizi xabar topibdi. U g'am chekib, achchiq ko'z yoshlar to'kibdi va xonga shunday debdi: agar meni davolagan yigitga turmushga bermasangiz, shu bugunoq mendan ajralasiz. Usiz menga hayot yo'q. Xon noilojlikdan qizini yosh baliqchiga beradigan bo'libdi. Xon xizmatkorlariga yosh baliqchiga shohona liboslar kiydirishni buyuribdi. Ertasi kuni to'y tantanalar boshlanibdi. Nog'ora, karnay-surnaylar chalinibdi. Shunday qilib, yosh baliqchi xonga kuyov bo'libdi. Biroq xon kuyovini yoqtirmasdi va undan qutulish chorasini izlardi. Yosh baliqchini ham xon saroyi aslo quvontirmasdi. Bir kuni malika yosh baliqchining nimadandir xomushligini sezib qolibdi. Malika uning yoniga kelib, nima haqida kuyayotganini so'rabdi. Bu hashamatli saroyda hech narsa meni quvontirmaydi. Mening yoshligim dengiz sohilida o'tgan. U yoqda sevimli otam yolg'iz qolgan. Agar siz otam oldiga birga ketishga rozi bo'lsangiz, men dunyodagi eng baxtli inson bo'lardim. Faqat mening yurtimda siz kambag'al baliqchining xotini bo'lasiz. U yerda sizning saroyingizdagi hashamatlar yo'q. Men roziman, javob berdi malika. Menga sizning baxtiyor bo'lishingiz o'zi kifoya. Biroq dengizning narigi qirg'og'iga
Qanday qilib o'tamiz? Bizda qayiq ham, kema ham yo'q-ku. G'am chekmang. Men hammasini o'zim uddalayman. Yo'l tadorigingizni ko'ravering. Yosh balıkçı xotinini uyga yuborib, dengiz bo'yiga kelibdi-da, 3 marta baliqni chaqiribdi. Shu ondayoq oltin baliq suvdan chiqibdi-da va so'rabdi: "Ey qadrdon do'stim, nima xizmat? Yurtimni, otamni sog'indim, vatanimga qaytishni juda istayman. Dengizni suzib o'tish uchun esa bizda na bir kema bor, na qayiq." Oltin baliq javob beribdi: "Men tilagingni bajaraman. Saharda uyingizda bo'lasizlar." Baliq suvga sho'ng'ibdi-da, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Kech kira boshlaganda dengizda to'lqinlar ko'tarilibdi va sohilga ulkan baliq suzib kelibdi. Uning burnidan favvora otilib turardi. Bahaybat baliqni ko'rgan malika qo'rqqanidan qaltirab ketibdi. Yosh baliqchi esa uni tinchlantiribdi va qo'lidan ushlab, to'g'ri baliqni og'ziga olib kiribdi. Ular kirishlari bilan baliq og'zini yopibdi-da, dengizga suzib ketibdi. U shunchalik sokin va osoyishta suzardiki, yosh baliqchi va xotini allalagandek bo'libdi va ular uxlab qolishibdi. Tong otganda ajoyib baliq sohilga yetib kelibdi. Baliqchi qarasaki, qarshisida o'zi o'sib ulg'aygan qadrdon sohil, yarim vayronaga aylangan eski kulbasi va g'amdan qartayib qolgan otasi turibdi. Ota o'g'lini sog'-omon ko'rib xursand bo'libdi. Yosh baliqchi esa o'zini otasining bag'riga otibdi va ular quchoqlasha ketishibdi. Keyin u yosh xotinini otasiga tanishtiribdi. Chol juda xursand bo'libdi, ularga baxt tilabdi. Shunday qilib, uchovlon baxtli hayot kechira boshlashibdi. Mana ertakima tugadi. Kim eshitgan bo'lsa, sog' salomat bo'lsin.